Oshni damlamasa osh olmaydi, sho'la bo'ladi. Xom mahsulotni men ham olganman. Men masalan, mana shuncha odam oldida gapiraveraman. Yomon ishlarni biz ham qilganmiz, savdo qildik. Daraxtda zo'r mahsulot qiladigan bog'lar bor-da. Ular nimaga ularga zo'r bo'lyapti desangiz, ular daromadidan sarf qilyapti bog'iga. Ayrim bog'lar sarf qilmaydi-da, turishcha sotadi, do'ngibay sotadi, ko'tara sotadi. Uni olgan bog'bonlar, nima, brokerlar pulini chiqaraman deydi-da, haligini haqi ham qolmaydi. O'shanday boqqa keladi-da, mani haqim ham qolmabdi-da, hammasi balon solyapti. Ana keyin borib o'zimiz ichki bozorda ham kulgi bo'lyapmiz, butun dunyoda kulgi bo'lyapti. Shuning uchun savdogarlarimiz ko'pi bilan gaplashsak, birorta savdoga 90% savdoga men aytaman, bugungi kunda maqtagan yo'q. Qo'yin O'zbekiston yukini deyapti. Shu gapni gapiryapti. Ziyon qilaverib charchadik deyapti. Pulimiz qolmadi deyapti. Chetdan mahsulot telefonda chaqiramiz deyapti. Mana telefonda chaqirasizlarmi-ki? Bir xil mahsulot keladi. Bizniki faqat aldov yolg'on bizda deyapti. Bizda degan so'z bizga uyatli bu, sharmandalik asli. O'zbekistonning imijini, brendini tushirib yubordik. Dehqon turishni sotaman desa, kiloga bermayman desa, bog'bon turishni sotaman desa, yerga o'g'it bermasa, qaramasa, haydamasa, odam bo'yi o't bo'lsa, mana men videoda qo'ydim-ki, men bo'ydan baland o't turib, qanaqasiga natija bo'ladi? O'zbekistonning mahsuloti yomonlashmas. Dehqon chiroyli qilib bersa bir maqol bor. Qozonda bo'lsa cho'michga chiqadi. Oshni damlamasa osh olmaydi, sho'la bo'ladi. Chiroyli ishlab, shuncha dehqon mehnat qilish kerak. Bog'bon qarash kerak. Keyin sifatsiz mahsulot bo'lmaydi. Keyin savdogar qiynalmaydi. O'zbekistonning mahsuloti boradi, har kuni tugaydi.